bor nech pul dedingiz? 50 milyon ketadi. Hozir 2 soatga topib kelaman pulni. Sayfi, traktoring bilan meni yerimda haydab ber, tramvayga chiqib beraman Makkaga yo'l qalta. Men xalta Makkang nima bo'ladi? Seni bog'ingni bag'dan ag'i ko'rinmaydi. Qandoqsizlar qishloqlar? Ana anglang gurgunimcha. Sen kecha shahardan kelib bizada qishloqi deyapsanmi? Qo'lingda, qaroqchi qishloqlaringga bitta biznes qilmoqchiman. Qanaqa biznes? 20 mingdan tikasizlar, pulni tagiga qo'yasizlar. Poyezd yo'li olib kelmoqchiman. Bitta ko'rsat qanaqa qilasan? Ketdi. Ha, yo'l o'rtasidagi relsni ko'ryapsanmi? Mana bu yo'l o'rtasidagi relsmi? Ha. Ha. Ana shuni ustidan poyezd yuriydi. Shuni ustida yuradimi? Ha, men rejalashtirib qo'yman. 1-2 oyda ichida pulni tagiga qo'yasan. Ishqilaqmaydiba. Menga qara. Bugun nomchaga ishonib bo'lmaydi. Men bitta tekshirib kelar, hamma baquvvatmi, yuradimi, yurmaydimi? O'z kelaman. Menga qara. Agar borku, o'xshasa pulni tagiga qo'yamiz. Erta bo'yim ketsa kerakda xotin olamiz-da. Da xotinni nima qilasan? Menga qara nomcha. Agar o'xshamasa, bir yerga tiqib qo'yaman, tushundingmi? Qo'rqsang qilyaptimi, tushundingmi? Aka, mana pul olib keldi, 40 ming berga. Qaroqchi sizlar kech qoldilar. Unday demang, biz bog' sot kelyapmiz aka, unday demang endi. Ha, mayli. Qo'ymadilar. Sizlar bilan 1 oydan keyin gaplashamiz. Bo'ldi. Inangim bir baribir shaharlikda. Menga qara, qishloqqa eng bo'yi men bo'laman. Men-chi? Va sen kim bo'lasan? Usta bozor chiqibdi. Nech puldan bo'limini kvadrati? Bu xonadoningizga bu sinfga qilingan eng zamonaviy namoyishlardan biri bo'ldi. Buni 12 viloyatga olib borib jamoamiz bilan ustanofga qilib berishlari 450 ming so'mdan 500 ming so'mgacha chiqadi. Sizniki 450 ming so'mlik bo'ldi. Bundan arzonroq variant bo'lishligi uchun lazerni lis emas, bundan oddiy gullari bor, shunda arzonroq chiqadi. Profillari ham hammasi yangi materialdan qilib berildi. Ha, gunomcha shaharlik o'zingcha qishloqlarda 40 ming uxlataman dedingmi? Qani poyezd yo'li. Puli toptavay. Nima 2 pul bo'yimga bostirib kelyapsan? O'ldirmoqchi bo'lyapsanmi? Terpilalik qilma menga, o'ldirmoqchi emas biz senga. 2 oydan qamat yo'raman o'zi. 20 yilga. Qanday qamatasan? Biz seni qamatamiz. Meni qamatolmasa, men voyaga yetmaganman. Tur yo'qol bu yerdan o'zi. Enangning bu tushtikmaningman. Hammasini sen qilding. Xotinga bermadingmi? Ya xotinga katta enangni aytasan.